Assalomu alaykum, muvaqqat yo'lning obunachilari. Akalar, biz 5 gektarlik joyimizga 5 gektarlik joyga katyollar qilib berdik. Hozir esa ichkari sistemalarni ham bir yo'l qilib bering dedi, ishni boshladik. Xudo xolasa chiroyli qilib ish jarayonini obzorini qilib beramiz. Mana bu joyda mana turbalarimiz 89 turba, sentralniy podacha apparatga 76 lik turbamiz bordi keldi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Yo'qsa like, kommentga albatta o'z fikringizni bildirib qoling. Bo'lmasa biz boshladik. Issiqxonamiz yo'lagi, bunaqa yo'lakdan ikkiga bo'lib olyapmiz. Tepa qatorga bir qator, bu past qatorga, o'rtasiga bir qator. Bu tomoni ham bir xil, bu tomoni ham bir xil. 25 sotik bu tepasi, pasti esa 25 sotik. Ya'ni o'rtaga 50 sotikga bitta joyga katyol o'rnatamiz. Hozir podachi apparatga yig'ilib turib o'rtaga boradi, katyolga tushib ketadi. Bu bordi keldi biz 76 likda boradi. 76 likda keladi. Sentralli 89 lik. Suv qisilish holati bo'lib qolmaydi. Tepa ham shu, ponni tarqatib beradi katta turbada. 76 lik turbada esa borib keladi. Hozir 50 sotikimizni xuddi mana shunday qilib turbalarni ponni tarqatib qaytarib olib keldik. Endi bu oldilarda ish bor, hozir ish ketayotgan jarayon. Shu boradi. Borib turib, orqaga borib turib, o'zida pastida qaytib keladi. Hech qanaqa qisilish bo'lmaydi. Mashinaga uriladi. Keyin mashina bilan borib turib, ana o'rniga katyolimiz o'rnaydi. 6 ta kapaga bitta katyol bo'lyapti. Aslida 50 sotik chiqyapti. Bu tomon 25, past 25 aytdik. Mana bu joyga katyol qo'yiladi. Endi eng baland joy bu joy bo'lib qoladi. Bu yoq bilan past bo'lib turib ketadi. Suv tarqaydi. Endi u tomon baland bo'ladi. Bu yoqqa kelib turib, yig'ilib turib, katyol shu yerga o'rnaydi. Katyolga kirib ketadi. Metriga 1 santimetrdan ukulon qildik, chiroyli qilib. Nasos qo'yiladi. Nasos qo'yilgan taqdirda ham metrga 1 santimetr ukulon bo'lsa, suv bir xilda tarqab ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin akalar. Ketyapti, qaytyapti. Hammasida bir xil. 57 lik yo'q, borib turib qaytguncha jicha sovish holat bo'ladi. Imkon qadar katta turba bo'lsa, katta issiqlik ketadi. Qaytishi ham katta issiqlik qaytadi. Endi kichikroq turba bo'lsa, borguncha, qaytguncha jinday sovib qoladi. Unda farq bo'ladi. Bunda esa farq deyarli bo'lmaydi. Katta issiqlik ketadi, ya'ni ko'pgina suv ketsa, bitta issiq olgandan keyin sovish qiyin, ko'pgina suvni. Bu tomonda faqat ash ishlari qoldi. Endi bu tomonga o'tildi. Yana 50 sotikga hozir ish ketayotgan jarayon. Turbalarni olib kiryapmiz, badringlarni endi iloji yo'q, mana qilib yiqitib yuboryapmiz, yiqitib bermayapti. Dehqon akamizga yiqitib bering desak, yo'q dedi. Endi o'zimiz qo'limizdan kelgancha ishni qo'ldan chiqaryapmiz. Nolari bu katta turbaniki pas, bu kichkinaroq turbaniki 76 lik ip tortib nolni olyapmiz sherigimiz. Xudo xolasa katyolni ham 5-10 kundan keyin kirib o'rnatamiz. O'rnatganimizdan keyin ham yoqayotganda ham bir video qilamiz. Akalar, kommentga o'z fikringizni bildiringlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like. E'tiborlar uchun rahmat. Yana bir xudo xolasa 3-4 marta mana shu kapamizni chiroyli qilib obzorni qilamiz bitgandan keyin.